Bilim olishimiz kerak. Biz bolalarga tarbiyani yaxshi berishimiz kerak. Birinchi o'chirda qarang, ona bilan bolani hozimasiga tushuntirib beraman. Alloh taolaning qudratini qarang. Yosh bolaga mana shunday instinkt berib qo'yadi. Ya'ni begona sirash deydimi o'zbeklarda, bizning qozoqlarda jatirxov deydi. Ya'ni kichkina bola 3 yoshgacha masalan har xil ona bor-ku, befarosat ona bo'lishi mumkin, tashlab ketishi mumkin. Hozirgi yoshlar, "Men dadam o'qitib qo'ygan, men qizil diplom bor, men o'tirmayman bolaga qarab, meni bekorga o'qitdimi ota-onam, men ishlayman" deydi. 1 yildan keyin berib yuboradi bog'chaga, chastni bir nimaga berib yuboradi-da, o'zi ketadi likillab o'sha diplom bor deb. Juda ham katta xatolik qizlar. Juda ham katta xatolik. Sababi bola, qarang, yaxshilab eshiting. Bolani 1 yoshdan 3 yoshgacha у него вырабатывается судьба. Uni taqdiri shakllanayotgan payti bolani. O'sha paytda o'sha befarosat onalarni hisobga olganda Alloh taolaning chevarligini qarang. Bolani ichiga o'sha begona sirash degan chustvani solib qo'ygan. Bilasizmi? Keyin bilasizmi, masalan, chaqaloqni bittasiga bergan paytimizda shunday chirillab ketadi-ku. Voy, nima bo'ldi deymiz-ku. U odam ham ozgina uyalib qoladi-ku. Voy, bilmadim, cho'chib ketdi-ku mendan deydi. Bola yaxshi yomon odamni zo'r ajratadi. Unda mana shunday instinkt bor. Buni Xudo unga uni это страх защиты. Bu spetsialno bor-ku, bolaga shu narsani bergan. Mabodo ona bo'lmagan taqdirda ham bola o'zini himoya qila oladi. Baqir-chaqir bilan o'sha nima deydi, qichqiradi-ku, qo'rqqan paytda. Shu orqali bo'lsa ham o'zini himoya qila oladi. Tushuntira oldimmi? Biz esa uni bog'chaga berib yuboramiz. U yerda u bog'cha opada ko'radi, masalan, chorniy silani ko'radi. Ya'ni negativni ko'radi-da, u qanchalik baqirsin, qanchalik o'sha instinkt ishlasin unda, o'sha nima begona sirash deydi-ku, защита. Foydasi yo'q-ku, ona yo'q-ku yonida. Xolasa bola ham olatda kravatga otvoradi. Xolasa ham bor nariyoqqa bor deydi. Tasavvur qiling-da, u bolani 3 yoshgacha uni taqdiri shakllanayotgan paytida ona oldida bo'lish kerak ekan. Nima uchun? Sababi onani hidi bolaga sokinlik berar ekan. Bilasizmi, ko'pincha masalan, u yoqqa ketganimizda men ro'molimmi, jimfirimmi bolani yoniga qo'yib qo'yardi qaynonam. O'shani hidiga hidlab bola uxlayveradi. Sababi onani hidi kelgan paytda bolada sokinlik bo'lar ekan. Mamariyadim degan, tushunasizmi? Onam yonimda degan. U insonda o'sha xotirjamlik bo'ladi. Hozirgi bolalarda yurak o'ynar ekan, cherepniy давление ekan, asabiylashgan, qaltiriydi, sahr bo'pti, bir nima bo'pti bolalarda. Nimada? Kichkina paytimizdan ajratib qo'yamiz bolalarni. Ajratish kerak emas. Ona 3 yilgacha bolani oldida bo'lish kerak. Uni taqdiri shakllanayotgan paytda sokinlikni berish kerak unga ona. Ajratish kerak emas. O'qib qo'ydim deb borib o'tbetda ishlab qancha ham topar desak.